Hammani o'yin bo'lyapti deb aytib yozishyapti. Yaxshi ish bo'lmadi. Ma'qul, mayli, men bitta insonman, lekin bu yerda shuncha odam. Agar misol bu prямой efir bo'lsa ham, bo'lmasa ham, men shundoq bo'lsa shunaqa vaqtda turardim, o'zim ishimni nima qilib ketardim, lekin bu yerda shuncha odamga va'da berib qo'yilgan edi. Tak. Nima bo'pti, xo'p. Ras hal qilish kerak bo'lsa yana kuting. Bu men kutyapman, mana kutyapman. Siz gaplashing, men kutyapman Koreya yangiliklarini. Kutyapman, nechidan beri kutyapman, bittalar emas, hammamiz kutyapmiz. Hozir prямой efir qilyaptimi, yo'qmi? Shuni aytinglar. Ikkinchi telefonim mashinadan olib chiqsam bo'lar ekan. Yo'q, notda. Sizga kirmas ekan, qilyaptilar. Yo'q, u prямой qilyaptimi, yo'q? Men o'zim kiraman, adolat uchun bo'lsa ham men o'zim kiraman. Va endi kulgili ishlar bo'lyapti-yu. Mana hozir endi hamma tinchlanib, choy poyini ichib bo'ldi, hamma bir-biri bilan gaplashib o'tiribdi. Telefoningizni o'chirib qo'ying, opa. Ertaga gaplashasiz, opa. Mana shuncha odam hamma shu yerda, mana o'zbek oshxonadamiz. Shuncha odam bizni onlayn, offlayn holatda ko'rib o'tiribdi. Mana shu birontasini men tanimayman. Meni opalar taniyman, men taniyman. Ikkitasini taniyman, qolganlari bugun ko'rgan insonlarimiz hammalari. Qotyapsiz. Xo'p. Ulang deyapti. Akani chaqiringlar. Menga savoli bor akani chaqiringlar. Kanalning nomi nima edi? Dalil o'zimi? Yo'q, boshqacha qilyapsiz. Boshqada qiling. Yo'q. Dalil o'za? Yo'q, dalil emas. Kim endi? Detektiv ustidan kiralar. Nima qilish kerak? Jim o'tirsin. Detektiv ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Aka, biz tanishmasmiz siz bilan? Yo'q, men-ku sizni tanimayman. Endi siz bilmadim, meni ko'rganmisiz yo'qmisiz? Men ham sizni mana shu voqealardan keyin ko'rdim. Men sizni taniyman, internetda ko'rganman. Hozir bizda shunaqa holat bo'ldi, uzr so'rab qo'ymoqchimiz, chunki biz maytda hozir o'sha aynan voqea bo'lgan shaharda, o'sha mahallada o'tiribmiz.
o'sha mahalla mana yonimizda o'sha voqea bo'lgan uy va o'sha yerdagi o'zbeklar, qo'shnilar hammasi shatda. Marhumani ham taniydi batta hamma. Marhumani ham taniydi. Mana ikkita hali gumondor bolani ham hamma taniydi. Bu yerda hozir shunaqangi ish bo'ldiki, bir ruhiy kasal bo'lib qolgan ruhiyatida muammosi bor, boshida muammosi bor bir ukamiz kelib, maytda to'palak qildi, u ham o'zbek bola. Lekin hozir mana politsiya bilan tashqarida muammoni hal qilishyapti. Biz tashqarida eshikni qulplab chiqib gapiryapmiz. Siz e'tiroz bildirdingiz-ku, hali taraq turib qilishar ekan deb. Biz hozir aka o'zbek oshxonada o'tiribmiz mana. Shuncha odam onlayn va offlayn bizni kuzatishyapti. Hammasi o'sha marhumani qo'shnilari xullas, Koreyadagi qo'shnilari. Butun armiya kelibdi deng. Yo, armiya emas aka, biz armiya emas aka. Просто xolis odamlar, xolis hali. Yaxshi, yaxshi. Hammani maqsadi adolat aka. To'ppa-to'g'ri, rahmat sizga kattakon. Birinchi gapingiz keladigan bo'lsa, o'zi aslida endi bu tim bo'li nosog'lom bola deyapsiz. Bu jamoat joyi o'zi aslida siz chiqishingiz kerak edi. Endi bu bolani chiqarib yubordingiz, odam sal g'alati bo'lib qoldi. Chunki oddiy bu yoqqa jamoat joyi odamlar endi baribir ovqatlangani keladi-da, primoy efir qilgani emas. Ularni endi baribir og'zini o'chirib qo'yish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Mayli, prosta endi obunachilar sal xafa bo'lib qolishdi-da. Koreyada shunaqa joy yo'q. Nisbatan hurmatli bo'lib qoldi. Xo'p, boshlaymiz-mi bo'lmasa, agar tayyor bo'lsangiz? Bemalol aka, bemalol. Qarang. Savollaringiz bo'lsa, bunday qilaylik. Savollaringiz bo'lsa menga bering. Menga o'zimga savollaringizni bering. Bu yerda faqat o'z siz bilan gaplashamiz. Qolgan bizga hech kim kerak emas. O'z oldingizda o'tirursiz. Yo'q, qarang, Setora. Yo'q, qarang, bitta narsada Setora dedingiz. Yana boshqa narsalar dedingiz-ku, boshqa odamlarni ham gapirdingiz. O'sha insonlarni, men u insonlarga javob bermayman, hali Setora-yu, boshqa Farida-yu javob bermayman ularga. Chunki ularni o'zi ham shatda o'tiribdi. Hozir qarang aka, bizga faqat siz o'zingiz keraksiz bizga. Albatta, faqat siz o'zingizga savol javoblarni beramiz. Savol javoblarimiz nimalardan iborat bo'ladi? O'zi unaqa ko'p emas, bo'lsa bir 15 ta 20 tadir maksimum bor savollarimizni. Iloji boricha men savollarimni beraman. Kecha o'zingiz bilan gaplashganingizda qanaqasingiz savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, jonli efirda menga bering deb aytdingiz. Mana o'shaning uchun savollarim bor. Unaqa ko'p emas. 15 ta yoki 20 ta atrofida chiqadi. Men o'ylaymanki, savollarga qisqa va lo'nda siz ham javob berasiz. Mana savollarimni qisqa va lo'nda qilaman va shu bilan primoy efirni tugatamiz. Sababi bu yerda juda ham ko'p odam shunchalik bizani hurmat qilib, bu yerda kutib o'tiribdi, qarab o'tiribdi, masalaga oydinlik kiritishimizni xohlayapti. Hammaning o'zini ishi bor. Shu qatorda sizni ham. Xo'p, agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu 10-15 ta savollarim bor. Shu savollardan keyin bemalol hammamiz o'zimizni ishlarimiz bilan yana ham mashg'ul bo'lamiz. Tayyormisiz? Tayyorman aka. Xo'p, avvalambor meni ismim Javohir, tanimaganlar uchun, chunki bu yerda yana yangi obunachilar ham bor. Ismim Javohir, familiyam Sultonov. Dalil-uz ommaviy axborot vositalari rahbari va asoschisiman. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan, ya'ni o'sha Koreyadagi Nozimaning o'limi yoki-da uni o'ldirilishi. Bizda hozir bu narsa albatta hozircha вопрос bo'lib turibdi. Shu muhokamalar bo'yicha biz o'zimizning jurnalistik surishtiruvlarimizni amalga oshiryapmiz. Bugun mana siz bilan gaplashdik, kecha qizni onasi bilan gaplashdik, Koreyadagi yurgan qizlar bilan gaplashdik, ko'pchilik bilan va bu narsa hali o'zini nihoyasiga yetgani va yana darshi davom etadi. Xo'p, demak bizni birinchi savolimiz, Avaz aka, siz o'zingiz Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga ishonasizmi? O'zimmi? Bugungi savollarim hammasi faqat sizga. Yo'q. Ishonasizmi demoqchimisiz? O'zimni ichki nimani so'rayapsiz? Savolimni qaytaraman. Marhuma Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz ishonasizmi o'zingiz? O'ldirganligiga birinchidan men o'sha yerda bo'lmaganman, osilgan holatini ham ko'rmaganman. Bizga Farida opa, Melisaxona bilan gaplashgan, yonimda yurgan opa. Chunki Nozimani opasi bu. Nozimasini qo'lida ishlagan opasi bu. Bu yerda bizga yordam beradigan inson bo'lgani uchun bu aytayaptiki menga Melisaxona bizga qog'oz berdi. Bu o'zini o'zi o'ldirgan
deyapti-da, o'zini o'zi Avaziga o'ldirgan qarang. deyapti. Hozir boshqa kelishganimizda Melisaxona ham savolga bizga ana aytyapti. o'zingizni fikringiz bilan aytib o'tib keting. Bizga u Farida opa bilan ular bilan hali yana alohida chiqishamiz. Chunki har bitta odam bilan alohida gaplashishimiz kerak. Savolimga yana bir marta qaytaraman. Mani fikrimcha buni politsiya hal qiladi. Men buni onasiga ham boshida aytganman. Agar avaziga savolim menimcha siz tushunmadingiz. Kim hal qiladi demayapman. Yana bir marta qaytaraman. Menimcha siz tushunmadingiz. Nozimaning, marhuma Nozimaning o'zini o'zi o'ldirilishiga, ya'ni o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz o'zingiz Koreya yangiliklari bo'lib ishonasizmi? Bu narsa hali ochiqlanishi kerak, lekin ichimda, meni o'zimni ichimda o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz o'zingiz shunaqa deb o'ylaysiz. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'zini o'zi osdi deb o'sha xabarni siz chiqardingiz. Demak, siz hozirgi gapingiz bo'yicha shu ya'ni oldingizda o'tirgan Farida opani gaplariga siz ishondingiz va o'zingiz ham shunaqa deb o'ylaysiz. Melisa ham bizga telefonda xuddi shunaqa deb aytgan, men eshitib turgandim o'sha paytda. Xo'p, tushunarli. Birinchi savolingizga javob qabul qildik. Savolimizga javob. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda qo'lingizga butilkani olib, Nozima aroq ichib va shuni orqasidan mana butun bir boshli qiz, guldek qiz barbod bo'ldi. Go'yoki sizning videoyingiz shunaqangi targ'ib qilinganki, bu qiz bu arog'i ketidan ketdi, shu aroqni ichib shundan bo'ldi deyilgan g'oya oldinga surilgan. Siz u qizni Nozimani spirtlik ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz boshdan bering savolingizni. Savolimni yana bir marta qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'zingizning profilingizda siz butilkani shunda qo'lingizga butilkani ushlab turib, ya'ni aroq shishasini ushlab turib, mana shu aroq orqasidan butun bir boshli qizni hayoti parchin bo'ldi deb ana o'sha qotillik bo'lgan uyda kelib otdingiz. Go'yoki bu video bilan siz aytmoqchisizki, mana shu aroq orqasidan ketdi deb. Savolim shundan iboratki, siz marhuma Nozimani spirtli ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz savolingiz noto'g'ri ketyapti. Men savolingizni siz savolimni aylantirib beryapsiz-da. Men o'sha gapimga javob beraman. Gapimga javob beraman. Spirtli ichimlik sabab, bu ham bitta sabab. Sabab, demak ichimlik, tushundik. Xo'p, lekin siz o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rganmisiz spirtli ichimlik ichganligiga? U ayolni ichganliginimi? Nozima, marhuma Nozimani. Yo'q, ichganligini ko'rmaganman, lekin o'sha voqeaga o'sha spirtli ichimlik sabab deb men videoda aytganman. Bo'ldi, rahmat. Demak, ko'rmagansiz ichimlik ichganini. Biz javobingizni qabul qildik. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Nima uchun marhumani obro'siga putur yetkazadigan so'zlar bilan efirga chiqyapsiz? Ya'ni bu fohisha, buni ham onasi fohisha, challenge qiling deb. Nima uchun siz marhumaga nisbatan bunaqa obro'sizlantirishga qaratilgan videolarni qo'yasiz? Ya'ni shu fohisha bu, challenge qiling deb. Nima, siz ayollarga qanaqadir bir shaxsiy adovatingiz bormi yoki Nozimaga? Nimaga u shaxsiy hayotga aralashsa bo'laveradimi sizga savol? Hech kimning shaxsiy hayotga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Bu haqida hozir siz haqingizda gap ketyapti. Ya'ni siz bu fohisha challenge qilinglar deb butun hammaga targ'ib qilyapsiz. Siz Nozimaga shaxsiy adovatingiz bormi yoki uni fohishaligini bilasizmi yoki ayollarga shaxsiy adovatingiz bormi? Savol shundan iborat. Siz qisqa savollarga sizchi savollaringiz bor-ku, ketyapti-da. Javoblar 3-4 ta joyga aloqador-da, tushunyapsizmi? Demak, sizga yana ham qisqaroq savol berga. Tushunarli savolingizni siz menga. Sizga tushuntirib, mana sizga savol. Bu savolingizga javob berish uchun siz o'zi Nuripang nimaligini bilib oling. Nima degan Nuripang degan? Yo'q, bu Nuripangning nima aloqasi bor bu yerda hozir? Nuripang desa nima bo'ladi odam? Siz Amerikada turib olib, Koreyani savolini tushunmaysiz-da siz. Nuripang nimasini tushunmayman? Nuripang degani aroq ichib karislarga aroq quyib sizga oldin tushuningsiz. Karis ashula aytadigan karaoke bo'ladi-ku. Xo'p, karaoke, xo'p. Ha, o'sha yerda o'tirib karislarga aroq quyib berib karislarga aroq quyib berib, ha, o'sha bu yerini ushlatib o'tiradigan joy. Demak, men tushunishim bo'yicha yerda karaoke ham endi spirtli ichimliklar bo'ladi va o'sha yerda hamma emas, endi ayrimlar kelib shu tanasini, ya'ni ayollar tanasini ushlattirib o'tiradi. Siz shunaqa demoqchisiz, men to'g'ri tushundimmi? Ha, Nuripang degani shunaqa joy. Nuripang deganmi? Ha, Nuripang. Nuripang, shu Nuripangga rahbar oldingizda o'tiribdi, Farida opa. O'sha qizlarni ishlataman deb efirda aytgan.
Ben Nuriban'da boshqacha mani ishxona, O'ziga savol beryapsiz. men siz menga savol beryapsiz. Siz Hop, hozir tushunarli. to'xtab turing. Bo'lmasa, To'xtab turing. to'xtab Yo, to'xtab turing. To'xtab Baqa turing. savolingizni tugatib olingda, keyin menga berasiz. Tushundingizmi? Tushunarli. Hop, Joningiz o'tirib nima Men uchun sizdan keyin yana men boyagi gaplashaman. savolimni qisqa va lo'ndasiz siz fohisha challenge deb e'lon qilasiz. Challenge qilinglar. Bu fohisha deyapsiz. Ya'ni oldingizga ayolga gapingiz o'tsa agarda jin Fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. tushunaydi. Albatta isbotlab beraman bu efirimdan keyin. Tarqatinglar dedim man. Ha, o'sha tarqatinglar, fohisha tarqatinglar, challenge deysiz. Siz so'zma Bu challenge kiradi. Qo'rmenda. Yo, aka qarang. Shaxsiy hayotimga Nima demoqchi aralashdi, bo'lganimni esing, siz javob tushunib berishdi. turibsiz. Shaxsiy hayotimga aralashdimi? Mana ham aralashdim. Javob tushunarli bo'ldimi? Yo'q qilib Hop. ularda o'likning Savolimni siz eshitmayapsiz mani. Ha. Siz marhuma Nozimani fohisha ekanligini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? shunchalarning bor. Videolari kelib, Shunchalarning bor. sizga videolari kelgan-ku. Videolar bor. Men birovni taydayotganini ko'rmaganman, lekin Rahmat. Mana shu Ha. javobingiz bizga yetadi. Ha. Mana bu haqiqiy mujikcha, erkakcha javob bo'ldi. Ha. Katta rahmat sizga. Endi sizga navbatdagi lekin savol. Koreyadagilar biladi, Nima- unaqa joy nimaligini biladi. Koreyadagilar biladi. O'z Rahmat strukturalari. kattakon, qabul qildim javoblaringizni. Nima uchun siz, ya'ni Koreya yangiliklari admini Avaz aka, qotillik joyiga kirdingiz, butun vaziyatni ko'rdingiz, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda mana kuzatyapsiz. Nima uchun siz aynan Sherzodni qotil deb o'ylamayapsiz? Chunki politsiya o'zi shunaqa gumonga borib, o'sha politsiya bu yerda qotillik alomati yo'q deyapti. Tushunyapsizmi? Demak, Lekin oxirigacha siz tekshiramiz. o'zingiz Lekin Aha. qotillik alomati yo'q deyapti. Bu politsiyaning Mayli, fikri. menga politsiyani fikri qiziq emas, menga aynan sizni fikringiz qiziq. Siz nima Yo'q, uchun biz politsiya fikrini olamiz. O'zimizni fikrimizni bildirmaymiz biz. O'zingiz fikringiz yo'q. Sizni bu savolimga o'zingiz fikringiz yo'q. Politsiya beradi u narsani. Bor-ku. Yo'q, tushunmadingiz. Sizni fikringiz, mana siz o'zingiz nimaga o'ylamayapsiz? Mana shu odam, ya'ni Sherzod qotil emasmikan degan, nimaga shu narsani siz o'ylamayapsiz? Men o'ylayapman. Kim aytdi sizga o'ylamayapti deb? Yo'q, so'rayapman-da o'shani. Demak, shu odam ham qotil bo'lishi mumkin degan sizda ham gumon bor, to'g'rimi? Ha, bor. Rahmat, Chunki doktor, men javob esing bersiz. buni, men birinchi buni qotilligini men isbotlamoqchi bo'lib, men harakat qilib yuribman hozir. Rahmat, qabul qildim. Xo'p, keyingi navbatdagi savolimiz. Nima uchun marhuma Nozimani tan jarohatlarini va uyga kirganingizda shunaqangi dahshatli ko'rinish holatlarini o'zingiz guvohi bo'ldingiz, to'g'rimi? U joyga mana emas, aynan siz kirgansiz. Nima uchun siz darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilmadingiz? Politsiya kelib ketib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketib, u uyni tozalab, yig'ishtirib tashlayveringlar degandan keyin biz kirganmiz u yerga. Xohlasangiz, Bu bo'yicha siz sizda uyni dalil egasi bilan isbotingiz bormi? surishtirib olasiz. Ha? Xo'p bo'ladi. Bu bo'yicha, ya'ni siz mana hozir savolimga javob shunaqangi berdingizki, politsiya mendan oldin kelib, o'sha kerakli narsani olib ketib bo'lgan va undan keyin biz kirdik deb aytyapsiz, to'g'rimi? Shu javobingizni qabul qilikmi? To'xtab turing. Javobim qo'shni eshiting. Biz Hop. politsiya kelib, uyni polniy tozalab, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin to'xtab turing. O'ziga kerakli Toza narsalar emas-ku, hamma bardak edi-ku. Nega uy toza deyapsiz? Mana shu joyga Siz aytaman. yana qilib keting. eshitib savolni eshiting, javobni eshiting. Eshitaman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib, Ha, olib politsiya. ketganlar. Politsiya deyapman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin, ha? O'sha uyni egasi menga ichidagi narsalarni yig'ishtirib tozalanglar. Endi betga boshqa odam qo'yaman degandan keyin biz kirganmiz u yerga. Tushunarli. Savol. Endi u yerda bitta qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Sammi ikkalangdan bittasi aytganki, politsiya ruxsat bergan yo'q edi deganda o'sha yerda videoda tushib qolgan. Ha, o'shani nima qilyapsiz siz? Tushunib turibman. Biz o'sha kuni nimadan Pudon sandan ruxsat olib, ya'ni bu yerdagi uyni egasi degan ma'noda bildiradi. Beradiganlar. Shunaqa. Sabr, gapira oling. O'sha xonadonni egasidan biz uyga kirib, ruxsat olib, narsalarni olib chiqib tozalab tashlanglar, bu yerga boshqa odam qo'yaman. Tozalab beringlar bu yerda degandan keyin biz kirib, video qilganmiz. Biz o'sha narsalarni Sherzod san o'zing tozalading. Sherzodni o'zi uyni egasi tozalab tashlayver degandan keyin tozaladi. Buni biz politsiyadan so'rab keyin qildik. Mana javob sizga.
ijtimoiy tarmoqlarda javobingizni qabul qildik. Mayli, xo'p. Demak, politsiyadan keyin siz kirdingiz. Sizni savolingizga javob shunaqa, politsiyadan keyin hamma narsani o'sha ko'rib bo'lgandan keyin siz kirdingiz, to'g'rimi? Biz to'g'ri tushunyapmizmi javobingizni? Uzr aytdim, nima kelib qoldi, eshitmay qoldim. Chiqsa yo'q, yana bir marta qaytaraman. Demak, sizni javobingiz bo'yicha politsiya o'sha kelib bo'lgan va siz o'shandan keyin ruxsat bilan, ya'ni xonadonning egasi ruxsati bilan siz kiryapsiz uyga. To'g'ri tushundimmi javobni? Ha, o'sha bizga kerak emas u xonalar degandan keyin hozirlar beringlar bizga, xonamiz boshqa kvartirani qo'yamiz degandan keyin biz kirib narsalarni olib chiqib, mununga aytganman, narsalarni olib chiqib ota-onasiga jo'natib yubordim. Uyni topshirib yuborgan keyin. Tushunarli. Xo'p, avvalgiga o'zingiz necha yildan beri Koreyada yashaysiz? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi. Qarang, men ham Amerikada shunaqangi surukda yashayman, ancha yildan beri, barchamizga ma'lum. Nafaqat Koreyada, balkim butun jahon bo'yicha, Amerikada bo'ladim, hattoki O'zbekistonda bo'ladim yoki Koreyada bo'ladim. Dunyoning barcha mamlakatlarida agarda bunaqangi alomatlar bilan yoki mana qotillik alomatlarini ko'rib, aynan shu uyda o'lib chiqqanini ko'rib kelgan politsiya xodimi albatta u eshikni pechatlaydi va har bir mayda detallarga nomer qo'yib chiqadi. Men sizga aniq bir ishonch bilan ayta olamanki, siz kirishingizdan oldin politsiya u xonaga kirmagan. Zero agarda politsiya xodimi yoqqa kirgan bo'lganida, albatta bu narsani pechatlab qo'ygan bo'lardi. Lekin sizning gapingizni men baribir ham qabul qilaman. Ya'ni siz politsiyada kelib bo'lganidan keyin siz u xonadonga kirgansiz. Qabul qiling shu javobni? Rahmat kattakon. Mana endi sizga bitta narsani qo'shib qo'ying. Siz aytyapsizki, Amerikada yurar ekansiz, o'sha xonadonga kelgandan keyin politsiya pechatlab tashlaydi deyapsiz, to'g'rimi? Ha, agar to'ppa-to'g'ri shunaqa. Ha, jinoyat alomatlari bo'lgan joyda nomerlab detektivlar kelib o'rganadi u joyda deyapsiz, to'g'rimi? Detektivlar emas, ekspertlar keladi. Ekspertlar kelib o'sha o'rganib ketgandan keyin bizga u xona kerak emas, tamom degandan keyin u topshirib yuboringlar u xonani, boshqa odamga berib yuboringlar degandan keyin biz kirganmiz. Politsiya shunaqa deganmi? Qo'lingali shishani olib, yo'q, siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Politsiya demak sizga shunaqa degan, to'g'rimi? Bo'ldi. Politsiya menga unaqa demagan. Politsiya biz aytganmiz uyni egasiga. Uy egasi. Ha, uyni egasiga borganmiz, politsiyaga emas. Biz politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Ular aytayapti, tozalab, ujud kerakli narsani olib ketgan. U voqea bo'lgan kimlar ya'ni? Politsiya kelgan. Bular deganingizda kimlar, ya'ni aniqlik kiritib keting-da. Oting nima? Sirojiddin bilan Sherzod. Sirojiddin bilan Sherzodning gaplariga demak siz ishondingiz. Politsiya kelib ketdi degan gapiga. Yo'q. Oldimda telefonda ham gaplashdi. O'sha xonadonning egasi ham aytib turibdi bu narsani, tushunyapsizmi? Bo'ldi, o'sha xonani yig'ishtirib olib chiqib ketinglar, musor deyapti. Ichidagi narsa musor. Даже musor. Tushunarli, rahmat sizga kattakon. Savolingizni albatta biz qabul qildik. Navbatdagi savolga keladigan bo'lsak, nima uchun Nozimani tan jarohatlarini ko'rib va shu uydagi holatlarni barchasini mana o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Nima uchun internetda bu narsani muhokama qilmaymiz deb aytyapsiz? Nima uchun muhokama qilish kerak emas bu mavzuni? Ya'ni jinoiy alomatlarni ko'rib va Nozimani, marhuma Nozimani og'ir tan jarohatlarini ko'rib, nima uchun bu narsani muhokama qilmaymiz deyapsiz. Bu gaplaringizdan ijtimoiy tarmoq faollari va shu qatorda jurnalist blogerlar ham go'yoki siz bu tomonga yon bosyapsiz, nimagadir ishi tezroq yopib qilmoqsiz degan go'yoki shunaqangi xayolga kelyapmiz. Nima uchun bu narsani biz muhokama qilishimiz kerak emas? Tan jarohatlarini ko'rib va bu xonadagi bu bardakni ko'rib. Qarang, bu savollaringizcha uzunroqda, qarang, men qisqaroq qilib javob berishga harakat qilaman. Siz aynan videoyimda ham gapirganman, xuddi shu lafzda gapirganman. Marhumani vafotini muhokama qilmaymiz deganman. Men nimani aytganman? Marhuma o'zini osibdi, bunga janoza o'qilmaydi. Bu o'zi yaxshi qiz emas edi, o'shaning uchun bir hali nima deydi, bir kasofat bo'ldi bu narsa, Allohdan keldi degan kommentariyalar yoki bildirishlar, shunaqangi masalan o'zini o'zi o'ldirganda bizni O'zbekistonda yoki musulmon jamiyatida noto'g'ri anaqa bo'ladi-ku, aslida ham o'zi shunaqa. Men aytgan narsa marhuma o'zini o'zi o'ldiradimi? O'zini bir kasallik bilan o'ladimi? Uni biz muhokama qilmaylik. Hali u jannati, u do'zaxi deb muhokama qilmaylik degan ma'noda menda o'sha u video montajdagi videoda to'liqlari ham bor. O'sha yerda ham o'zi videoni ko'rgan odam ham tushunadi, chunki yonimda 50 ta odam ham turadi.
hammasi guvohlik berish mumkin. Men aytdimki, marhumani o'zini osganligini yoki o'z joni, o'zini bir kasalligi bilan o'lganligini, bizda shunaqa narsa bor, o'zini osdi desa, tezda negativ. O'sha negativ bilan qabul qilib muhokama qilmaylik degan ma'noda aytganman. Har bitta so'zim zapisda turibman, o'chirmaganman. Yo'q, ko'rdik uni o'chirganingiz yo'q, u narsalar turibdi. Prosta bizga qiziq bo'layotgan narsa tan jarohatlarini ko'rib turib, xonadagi qotillik Ana shu siz noto'g'ri gapiryapsiz-da. Siz noto'g'ri gapiryapsiz. Tan jarohatlarini ko'rib turib deyapsiz. Siz meni oldimda turibsizmi o'sha kuni tan jarohatini ko'rganimni qatdan bilyapsiz? Qarang, men sizga shu savolingizga javob beraman. Eng qizig'i, men ham yerda bo'lganman. Men qanaqa ko'rdim, nima deb o'ylaysiz? Men Amerikadaman. Siz hattoki Koreyadasiz. O'sha savolingizni bersangiz, men javobini beraman aka. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Siz Koreyadasiz, o'likni oldasiz, to'g'rimi? O'sha atrofda yuribsiz, to'g'ri? Endi siz yuvintirgani kirmaysiz ayol kishini-da. Men lekin Amerikadaman, Koreyada emasman. Lekin men ularni ko'rdim. Men qatdan ko'rdim va ijtimoiy tarmoqlarga ham e'lon qildim. Siz Koreyada bo'lib turib qanaqasiga ko'rmasligingiz mumkin? Va bu mavzuni siz olib chiqyapsiz. Sizga savolingizga lo'nda qilib javob beraman. Hop. Men marhumani yuzini ham ko'rmaganman. Nimaga desiz? Chunki marhumani yuzini onasi mendan iltimos qiluvdi. Yuzini ko'rsatinglar borib, bolamni yuzini ko'ray dedi. Siz qisqa javob olmang-da, va to'liq javob oling. Siz qisqa javob olmang, to'liq javob. Yo'q, o'zi aytasiz, lo'nda javob beraman deganingiz. Yo'q, qarang. Men vaqtim bo'lmadi, borib yuzini ko'rsatishga, haligi onasiga. Chunki o'sha paytda 3-4 ta shaharda vafot etgan musulmonlar bor edi. Meni vaqtim bo'lmagani uchun onasi mana shu advokat emas ekan, bu tarjimonmi nimadir dedi-ku. O'sha Sitoraga davirnis bergan. Menga aytmagan uni. Sitoraga davirnis bergan. Davirnisni nima uchun bergan? Marhumani borib yuzini ko'rsating menga deb bergan. Uni Sitorada borib yuzini ko'rsatgan. Marhumani onasiga yuzini ko'rsatgan. Hali marhumanimda yuzi turgan rasm Sitorada borib onasiga ko'rsatgan paytda menimcha onasi skrinshot qo'ygan uni. Xira kadrlar aytasiz. Xira kadr. Eng qizig'i haligi marhumanimda yorilgan joylari turibdi-ku. U kadrlarni ham men o'sha onasi tashlab bergan blogerlari internetga qo'ygandan keyin ko'rdim. Hattoki. Nimaga? Chunki men u qizni o'sha badaniga ham qo'lim tegib ketmasin deb tagiga narsa qo'yib biz olib borib berdik. Ayollar yuvdi. Ayol albatta. Ayollar yuvdi-da. Men u rasmni kim olganligini, yuvayotgan odam olganmi yo bu yoqda Koreyada yoki o'sha yoqqa borganda onasi o'zi olganmi? Undan xabarim yo'q. Men chunki yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketishim kerak. Marhumani Koreyadagi o'sha tergov ekspertiza, yorib ko'rgan. Bu tamom. Men uni o'sha ekspertiza qanaqa e'tirozlar bo'lsa, Koreyani politsiyasiga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Men o'zimni umuman ko'rmaganman. Xo'p, rahmat. Demak, siz o'z umuman ko'rmagansiz. Bizga juda ham qiziq bo'layotgan narsa, lekin u yerdagi yuvuvchi qizlardan bittasi bizga aloqaga chiqdi. Bu narsani ham biz ijtimoiy tarmoqlarga e'lon qilamiz. Men barchasini avazligiga, ya'ni Koreya yangiliklariga aytdim. Chunki bu juda ham shubhali, hamma yoq ko'karib yotibdi deb aytdim va buni shu savolga javob berib ketaveray. Hamma o'lgan odamni hamma yo'qi ko'karmasdan nima bo'ladi? Aytdi, ya'ni. Nima deysiz? O'lgan odamni hamma yo'qi ko'karmasdan nima bo'ladi? Aytingchi, qizaradimi yo sarg'ayadimi? Yo'q, hamma yo'q emas. Yo'q, qarang. Ko'karish bilan tan jarohatli umuman boshqa narsa. Misollar bu savolingizning javobi o'sha politsiyaga berasiz. Bu meni javobim emas. Xo'p, tushunarli. Endi bo'lmasa savolingizga javob politsiyaga chiqasiz. Bu savolingizga javob qabul qildik. Navbatdagi savolimiz o'zi arzimagan savol qoldi bu yoqda. Siz Sherzod va Sirojiddinni oldindan taniganligingizni tan olasizmi? Sherzod va Sirojiddinni opa-baqa isboti bilan gapiraymi yo gapirsam ishonaverasizmi? Men sizga primoy chiqyapman. Endi aldamasangiz kerak, shunday odam. Aldamayman, opani chaqirdim. Yo'q, o'zingiz gapiravering. Bizga o'zingiz keraksiz. Faqat o'zingizning gaplaringiz bizga qiziq va obunachilik. Biz fakti bilan gapirib beraman. Bu bolani hayotimda ko'rmaganman, lekin bu bola meni taniydi. Sherzodni. Tushunarli. Endi men Koreyada hamma taniydi-ku. Mana o'tgan safar biz Ulug'bek ishi bilan maka kelganimizda sen ikkalang aytda ovqat yeb o'tiruvding-a? Men keldimda
Ulug'bek degan bolani oqtarib yurdik biz. Mana Ko'rdim u ko'palik videoni. qildik-ku. O'sha bolani oqtarib yurdik, ko'chaga chiqib ketibdi deb. O'shanda Kelib keldik. o'tiruvdi bolalar, to'g'ri Ha, aytasiz. keldi. Ve men haligi sirazi qo'yib yuboraman-da videoni, montaj qilib o'tiraman. Shunday kelsam, men aytdim, ikkalasi ovqatlanib o'tiribdi. Shunday ko'rsatdimda, "Meni taniysanmi?" dedim. Keyin bular, "Yo'q, tanirdi, bunaqa dedi." O'shanda mana oshxonani sajani ham guvohlik berishi mumkin. Men bilan oldin tanimayman, o'sha videoda tushib qolgan bolalar bular. Men bularni oldin tanimayman ham. Agar ishonmasangiz, advokat yollabsiz, o'sha advokat orqali surishtirib olsangiz bo'ladi. Koreyadagi advokat. Albatta.